Assalomu alaykum. Bugun O'zbekistonda yetakchi bo'lgan Shinjon usulidagi ekilayotgan selkani obzor qilib chiqaramiz. Birinchi bo'lib e'tibor beradiganimiz sus. Buni nastroykasi bu yoqdan bo'ladi. Bu yoqdan kamaytirib ko'paytiramiz. Bitta borib kelgandan keyin o'zingizlar chiqarib olsanglar bo'ladi, qancha ketishini. Ikkinchi bo'lib qaraydigan narsamiz bizni plyonka. Plyonkani ikkita bu yog'i zapasnoyi. Bu yoqqa qo'yasiz yo bu yoqqa qo'yasiz. Orasidan o'tadi, birinchi turbani orasidan. Ikkinchisini bu yog'i yonidan o'tib, tagidan olib olasizlar. Albatta buni yonidan olasizlar, texnika bezopaslikligi uchun. Uchinchi bo'lib plyonkaga joy ochib ketadigan. Buni qarasizlar, plyonkaga yengil agar tepa ko'rinib qolgan bo'lsa, buni tepani ko'tarib tushirsangiz bo'ladi. Uchinchi bo'lib bizga mana bu plyonkani bosib beradiganimiz. Buni shunday holatda qaraganingizda, mana bu buni qorasi buni uchiga, buni uchi to'g'ri kelsa, o'sha holatda yaxshi bosadi. Uchinchi bo'lib mana bu turpoq tortib beradigan plyonkani ustiga. Bu shu holatda turish kerak, yengil ko'tarilgan holatda. Bu yoqda ko'proq bursangiz, ko'proq turpoq tortadi plyonkani ustiga. Bu yoqqa kamroq bursangiz, kamroq tortadi turpoqni. Uchinchi bo'lib biz semichkaga keldik. Semichkani asosiy to'rga 64 bo'ladi orasida. Sababi 12 bo'lgani sababi bu orasidan kapelnitsa o'tganda orasida bu bir xil ketmaganligi uchun kapelnitsani bosib qolish ehtimoli bor. Kapelnitsa holati esa teshigi tepaga qaragan holatda turadi. Uchinchi bo'lib turpoq tortadigandi. Bundan o'zingizlar nastroyka qo'ysanglar bo'ladi, kamroq yoki ko'proq tortishini. Bu yog'i yechiladi. Bu yoqda bolt bilan 18 dan. Bu yoqda shu holatda tursa, tuproqda kamroq tortadi. Shu holatda tursa, turpoqda ko'proq tortadi. Barabanda turishiga e'tibor berasizlar. Svarka qilingan joyi tepaga qarasa bu holatda to'g'ri turibdi. Uchinchi bo'lib bu turpoqni shu holatda turishi kerak. Bu turpoqni ustidan nomiga bosib ketadi. Shu holatda sababi ustiga qattiq narsa kelganda bu ko'tarilishi kerak. Barabanda teshigini xohlasanglar olib tashlanglar bo'ladi, xohlasanglar bu yoqdan yechib 14 kulush bilan tushirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Markorda shu holatda turgan holatda 10 metr yurgandan keyin semichkani birinchi tishidan boshlab markorda iziga 185 bo'ladi.